Luqmon Hakim o'g'illariga nasihat qilganda yurish turish ham o'rtacha, ya'ni mo'tadil bo'lish yaxshi ekanini o'rgatgan, ta'lim bergan. Qur'oni Karimda mana shu borasida Alloh taolo "Wala tusa'ir haddaka lin-nas va la tamshi fil ardi maraha." Odamlarga kibrlanib yuzingni burishtirmagin va yerda kerilib yurmagin degan. Chunki Alloh barcha kibrli, maqtanchoq kimsalarni suymas. Alloh suymaydi degan, Alloh uni yomon ko'radi degan. Yurganingda o'rta hal yurgin, ovozingni past qilgin. Chunki ovozlarning eng yoqimsizi eshaklarning ovozidir deb Qur'onda tafsirini o'qib beryapman. Luqmon surasi 18-19 oyatlarda dinimizda xayr va ehson ishlarida ham mo'tadil bo'lish kerak. Ya'ni e'tiqod masalasida ham, amaliy ishlarda ham mo'tadil bo'lish kerak. Bunda eng afzal holat baxillik va isrofning o'rtasi. Ya'ni o'ta baxil ham bo'lmasi kerak, keyin isrof ham qilib yubormaslik kerak. Hadis sharif bor, iqtisod qilgan muhtoj bo'lib qolmaydi degan hadis bor. Hamma o'rinda iqtisod, ehsonda ham iqtisod, oilada ishlatganda ham iqtisod, o'zimizga ishlatganda ham iqtisod. Haddan oshgani kerak emas.